Assalamu alaykum. Ben Abdüxaliq. 2002'den beri Şveysariyada yaşayapman. Ben bugün Açam Qamaristaxan haqida guvohlik bermoqchi. Açam Qamaristaxan bu yil 70 yoshlarga yaqinlashib qolgan bo'lib, 2016'ning 5-dan tortib kampga tutilib 2 oylik o'rganishga deb olib ketganligini anglagandim. Hozirgacha Achamning chiqqanlik xabarini anglamadim. Hech qanday xabar yo'q 3 yil 4 yildan beri. Bu rasmdagi mening Achamninki o'g'li bo'lib, bumu ismi Muhammad Ali. Bu mashina haydab shoferlik qilayotgan naydi normal o'ziningki ishi bilan mashg'ul bo'layotgan bola. Buningga nima gunoh aytganligini bilmayman. Bu jamiyatda hech qanday bir ishlarga aralashmaydigan, kichigidan tortib remonatchilikqa bergan bola bu. Shu remonatchilikdan shofer bo'lib, jamiyatning hech qanday bir ishga aralashib boqqan bola emasdi. Qaysi sabablar bilan tutildi bilmayman. Buni 2016'ning 5'ida 9 yillik hüküm qildi deb turmaga qo'lga olganligini angladim. Buningdan hech qanday xabar yo'q. Yuqorida so'zlagan Acham bo'lsa, umi normal bir dehqon 6-7 bolasi bor. U Achamni nima sababdan kampga tutganligini bilmayman. Men endi shu Acham bilan Achamning o'g'li Muhammad Alini Xitoy hukumatiningki darhol qo'yib o'tishini va dunyo jamoatchiligining bu Xitoyninki bu zo'ravonlik harakatini jiddiy to'xtatish uchun harakatga o'tishini talab qilaman.